Assalomu alaykum. Uzblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Nazarbekning harakatida joylashgan 3 ta xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Uchala qismi ham korobka holatidan belay remont holatiga keltirilgan, elektromontaj tizimlari o'tkazib qo'yilgan va undan tashqari отопление, issiq suv tizimlari ham o'tkazib, pollariga nalivnoy pollar qilib qo'yilgan va bundan tashqari fasad taraflari mana shunaqangi go'zal holatda travertin, atachintolar qilib qo'yilgan xonadonlarimiz ko'rsatiladi. Bu yerda birinchisi mana bu o'ng qo'limizdagi 4 sotiklik xonadonimiz, 6 ta xona. Bunisi 2,5 sotiklik xonamiz, 7 ta xonali 2,5 sotiklik uyimiz va undan tashqari mana bu yon tarafida 1,5 sotikligimiz bor. 5 xonali xonadonimiz joylashgan bo'ladi. Unisi bir qavatli. Bular o'sha boloxonasi bor, 2 qavatga o'xshab turibdi. Fasad qismlari juda ham chiroyli joylashgan. Orientirlarga to'xtaladigan bo'lsak, Nazarbekning Pushkin chorrahasidan harakat tarafga o'tganimizda, mostning tagidan o'tganimizda o'ng qo'limizda keladigan harakat mahalladagi xonadonimiz bo'ladi. Mana bu o'sha mostimiz bo'ladi, yangi qurilgan mostimiz. Yo'llari asfalt qilib qo'yilgan. Xonadonning oldi tarafidan mana shunaqangi ariq oqib o'tgan. Juda ham chiroyli, mana ko'rib turganingizdek mahallamiz bo'ladi. Xonadonga gaz turbalar olib kelib qo'yilgan, elektromontaj tizimlari o'tkazib qo'yilgan va undan tashqari aytganimdek santexnikalari ham qilib qo'yilgan. Tupik ko'cha tarafi ham bor. Bu yerda bemalol mana shu oxirdagi xonadonga tegishli bo'ladi. Bemalol mana bu joydagi xonadondagi avtomobillarni ham yoniga qo'ysangiz bo'ladi. Oldinlarda mana shunaqangi ariqlarimiz oqib o'tgan. Demak, mana bu joydan hozir hovliga kirishimiz mumkin. Temir darvozalar o'rnatib qo'yilgan. Bu ikki tomonga ochiladi va o'zingiz kirib chiqishingiz uchun ham mana shunaqangi temir darvozamiz bor. Xonadonning glavniy elektr shiti mana bu joyda joylashgan. Mana patolog qismlari alikabond qilib qo'yilgan. Juda ham keng. Bu endi kottej emas, bu to'liq hovli desak bo'ladigan xonadonimiz hisoblanadi. Mana shunaqangi kenggina bo'lgan kattaroq hovlisi bor. O'rtada yashil maydonimiz joylashgan bo'ladi. Avtomobilni qo'yishingiz mumkin, xonadonga kirishingiz mumkin. Bu tarafimizda hovlida joylashgan hojatxonamiz, vannaxonamiz va undan tashqari hovlida joylashgan oshxonamiz joylashgan. Oshxonaning ostki tarafi esa podval qilib qo'yilgan. Mana shunaqangi 2 qavatdan iborat bo'lgan xonadonimiz. Xonadon to'liq pishig'ishda qurilgan. Sifatli bo'lgan romlar o'rnatilgan va mana sifatli bo'lgan tashqi taraf eshiklarimiz ham o'rnatib qo'yilgan. Yer sathidan adashmasam 10 santimetrlar yuqoriga ko'tarib qo'yilgan xonadonimiz. Bu ikki tomonga ochiladigan eshigimiz, barcha mebellaringizni kirgizishligingiz mumkin bo'ladi. Hovlidan xonadonga kirganimizdan so'ng mana shunaqangi koridorimiz bor. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinamiz bor. Xonadon to'liq teplый pol tizimlari bilan isitiladi. Undan tashqari radiatorlar ham o'rnatishingiz uchun tochkalarimiz qoldirib ketilgan. Xonadonning ichiga kirganimizdan so'ng mana bu joydan elektr tizimini boshqarishligimiz mumkin bo'ladi. Patologlari ko'rib turganingizdek balangina olingan. Kirganimizdan so'ng chap qo'limizda bizda zal joylashgan, ya'ni mehmonxona qismimiz joylashgan. Barcha devorning ortidagi elektr tizimlari o'tkazib qo'yilgan. Teplый poldan tashqari mana derazalar ostida radiatorlar ham o'rnatishligimiz mumkin. Patologiya mana shu finishning holatida adashmasam 3 metrlarni tashkil qiladi. Gips kartonlari qilib qo'yilgan. O'rtada mana qandilni o'rnatsak bo'ladi va undan tashqari tochning svetilliklari ham o'rnatib olsak bo'ladi. Televizorni esa bu joyda joylashtiramiz. Kengina ko'rib turganingizdek, kichkina emas, juda ham kengina qilingan. Eniga adashmasam 4 metrlardan sal kattaroq, uzunasiga esa 6 metrlardan sal kattaroq zal qismimiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz mumkin. To'riga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bir qancha yotoqxonalarimiz joylashgan. Demak, umumiy sanuzul xonamiz bo'ladi. To'rida bitta yotoqxonamiz bor. Kichkina emas, ko'rib turganingizdek, keng tarafda va mahallaning yon tarafiga qaragan derazalarimiz bor. Bu tarafimizda mahallaning oldi tarafiga qaragan derazamiz va yana bir xonamiz joylashgan. Bu hovlimizda 7 ta xona mavjud. Hozir ikkinchi qavatga ham ko'tarilamiz. Bu yaxshi joylashgan mahallamiz, ya'ni shundoqqina Nazarbek Pushkindan harakat tomonga o'tganimizdan so'ng
mostdan chiqqanimizdan so'ng o'ng qo'limizga keladigan harakat mahallida joylashgan. Gaz, svet, suvdan muammo bo'lmaydi. Ikkinchi qavatimizga ham ko'tarilib oldik. Uygalari aytayaptiki, mana bu joydan tomga ham, mansarda qismiga ham zina tushirsa bo'lar ekan, monolit qilib qo'yilgan. Bu hozir ikkinchi qavatda joylashgan mehmonxonamiz. Bu ham kengina qilingan, ko'rib turganingizdek. Mana shunaqangi kattakon bo'lgan ikkinchi qavatda joylashgan mehmonxonamiz. Bu esa ikkinchi qavatda joylashgan ikkita ichma-ichi joylashgan yotoqxonalarimiz. Bu tarafda joylashgan 7 xonali xonadonimizni ko'rsatdik. Endi esa mana bu 6 xonali xonadonimizning hovli qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu aytib o'tganimizdek 4 sotikda joylashgan kattaroq yer maydoniga ega. Podval qismlari bor. Kirganimizdagi o'ng qo'limizdagi binomizning ostki tarafi to'liq podval qilib qo'yilgan. To'g'rimizda bizda ota-onalar yotoqxonasi, oshxona bor. Alohida mana hovlida joylashgan hojatxona va yuvinadigan vanna xonalari bor. Bu esa asosiy binoimiz hisoblanadi. O'rtada esa mana shunaqangi juda ham kattakon bo'lgan hovli maydonimiz bor. Mana bu to'g'rimizdagi binoimizning yaxshi taraflaridan biri mana shunaqangi kattakon oshxona qismimiz bo'ladigan bo'lsa, tupli pol tizimlari bor bu yerda. Mana bu o'ng qo'limizdagi xonamiz esa yotoqxona hisoblanadi. Kattalar yotoqxonasi alohida o'zini yuvinadigan sanuzyol xonasiga ega. Ya'ni kattalar ota-onalar yotoqxonasi o'rnida ishlatsak bo'ladi va mana bu joyda oshxonamiz joylashgan. Mana bu zdaniyani ostki tarafi podval qilib qo'yilgan. Juda ham katta 4 sotikda qurilgan xonadonimiz. To'g'ridan-to'g'ri uylarga bog'lanishlari mumkin. Bu yerda maklerlar ishtirok etmaydi. Endi hovlisi kichikroq bo'lgan xonadonni ham ko'rsatamiz. Mana bu tarafimizda esa 1,5 sotikda qurilgan 5 xonali xonadonimiz bor. Fasad taraflari mana shunaqa go'zal qilib traversin bo'yog'ida bo'yab qo'yilgan. Ikki tomonga ochiladigan temir darvozamiz bor. Bu tupik ko'chada joylashganligi uchun avtomobilingizni bemalol tashqariga qo'yishingiz mumkin. U tarafga mashina yurmaydi. Mana bu yer maydonlari ham bemalol avtomobil qo'yishingiz uchun yetarlicha yer maydoniga ega. Mana shu devordan oxirigacha sizniki bo'ladi. Bir qavatdan iborat. Bir yarim sotikdan iborat 5 xonali xonadonimiz. Hovlidagi hojatxonamiz, vannaxonamiz, ostki tarafi podval qilib qo'yilgan oshxonamiz bor. Bitta spalnimiz bor, zal qismimiz, spalnimiz bor. Bu yerda ham xuddi shunday va undan tashqari mana bu joyda zal qismimiz ham bor. Bu xonadonning yaxshi taraflaridan biri bemalol ikkita kelin tushirsak bo'ladi. Demak, mana bitta zal, mana bu zal qismimiz, ya'ni mehmonxona qismimiz va alohida mana o'zini yotoqxonasi bor. Bu tarafida ham xuddi shunday. Mana bitta xonamiz. Mana shunaqangi xonamiz va bu tarafida ham yana bitta xonamiz bor. Aytib o'tganimizdek, ikkita kelin tushirsa bo'ladi bemalol. Narxi ham qimmat emas. Va bu tarafimizda yana bir xonamiz bor. Buni endi xohlasangiz mehmonxona o'rnida ishlating, xohlasangiz yotoqxona o'rnida ishlatsangiz bo'ladi. Oshxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, oshxonamiz mana bu to'g'rimizdagi xona oshxona hisoblanadi. Gaz turbalari o'tkazib qo'yilgan, elektromontaj qilib qo'yilgan va undan tashqari santexnika ishlari ham qilib qo'yilgan. Tupli pol tizimlariga ega xonadon to'liq pishgan g'ishtda qurilgan. To'g'ridan-to'g'ri xonadon egalariga bog'lanib, mana shu Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekning Pushkin mahallasidan shunday o'tganimizda, chorrahasidan o'tganimizdagi mostning ostidan chiqqanimizda o'ng qo'limizda harakat mahallasi keladi va mana shu harakat mahalladagi 3 ta xonadonimizni bugun sizlarga ko'rsatdik. Uchalasi 3 xil narxda, 3 xil kategoriyada. Xohlasangiz hovlisi kattasini olishingiz mumkin.
xohlasangiz xonasi ko'pini olishingiz mumkin va bemalol 3 xonali domingizni sotib mana shu joydagi 5 xonali 1,5 sotkada qurilgan xonadonni ham olsangiz bo'ladi. Mana bu esa orientir, yana aytib o'tganimizdek, mana bu mostimiz bo'ladi. Harakatning mosti yangi qurilgan. Yerlari mana asfalt qilib qo'yilgan. Sizlar bilan Uzblok YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.